Marhamatimizdagi Turon o'quv markazida o'qiyotgan eng kichik o'quvchimizning natijalari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, mening ismim Asadullo. Hozirda men 11 yoshman va men Qayg'uchi umumiy ta'lim maktabida ta'lim olaman. Hozirda Turon o'quv markaziga kelganimga 5 oy bo'ldi va shu yoshimda o'z dasturimni yasab sotdim. Hozirda ikkita restoranga sayt sotganman. Birinchisini biz 70 mingga sotgan edim. Ikkinchisini esa 240 mingga gaplashgan edik. Afsuski, u meni pulimni tashlab qo'ymagan va meni aldab ketgan. Bu yigit hozirda bizdagi eng yosh o'quvchi hisoblanadi. Agar sizlarga ham shunday natijalar qiziq bo'lsa, bizning o'quv markazimizga tashrif buyuring va kurslarimizga yozing.